Assalomu alaykum, hurmatli gul shaydolari. Meni guruhimga xush kelibsizlar. Meniyam uyimni ichida mo'jazgina bo'lsa ham mana shunday chiroyli gullarim bor. Bularda hozir sizlar bilan qanday parvarish qilishlari, qanday o'g'itlar berishlar, hammasi bilan sizlar bilan bo'lishib chiqaman. Mana bu sheflera gulimni o'zim parnikdan bir qarishligida sindirib olib kelib katta qilganman. Mana bu benjamin gulim. Bunisi esa benjaminda vaynni sortidan. Bu ham judayam yaxshi. O'tib kelib bozordan sotib oldim, Urgut bozorimizdan. Mana hamma gullarimda mana shunday tagida mana shunday cherinka anaqalarini ham beraman, o'g'itlarini ham berib boraman. Shu ham sheflera. Mana bu yerda mana bunday gulma ham bor. Hamidoriya. Kalalarim bor. Mana bunday. Ko'chada sovuq havo. Mana bunday osilgan gulim bor. Oti nimaligini bilmayman. Kommentariyada yozib o'tasizlar. Yaqinda eng qizig'ini bilasizlar, mana qayna kelin gulim. Mana ko'ziklari, kurtaklari chiqib qoldi. Ochilganda sizlar bilan bo'lishaman. Eng qizig'i bilasizlarmi? Qaranglar, shu ekkan narsam shunday siqib qo'ysam ham o'sib qolaveradi. Mana bunday idish topolmasdan ana balzamni idishini oldimda. Qarang. Mana bu kalonho'ya gulidan qoshiq gul deyishar ekan. Kalonho'ya. Shunday siqib qo'ydim, qarang, mana shunday bo'lib birpasda ochilib qoldi. Mana shunday o'zim shunaqa gullarga qiziqaman. Olib kelib siqib qo'ysam ham bo'ldi, o'sib ketaveradi hammasi. Judayam gullarimni yaxshi ko'raman. Har kuni bular bilan o'g'itlar qilaman, spreylar qilaman. Xullasi bu joyda yangi ixtirolarim. Bularda mana bu qayna kelin gullaridan atroskalar olib ekib qo'yganman hammasini. Kala bormidi? Eng qizig'i yana bir narsa aytaymi? 2 yil oldin, 3 yil oldin mana bunday arabiska xurmolar ekib qo'ydim bularni. 1 yilliklar. O'tgan yilga hamma yegan arabiska ro'zada yegan hamma arabiska xurmolarimni urug'larini oldimda ekib qo'ydim. Qaranglar, mana shunday bo'lib ketdi siqib. Lekin mana bunisi esa xudo xolasa mana 3 yillik bo'ldi. 3 yillik bo'lib judayam katta bo'lib ketdi. Zo'r bo'lib ketar ekan. Bular hammasini yaxshi ko'rganim uchun qiziqib mana shunday ekib qo'yganman. Hammasiga kecha-kun suvlarni berdim, o'g'itlar qildim, cho'miltirdim. Xullas shunaqa gaplar. Kommentariyada izohlaringni qoldirasizlar. Mana bu sheflera gulimni pastidan sizlarga mana bu joyda ko'rsataman. Qorong'iroqmikin? Mana qaranglar, mana bu tagidan chiqishni boshladi. Yana shox chiqdi tagidan. Boshida 1-2 ta barglarini to'kdi. Nega bu to'kyapti ekan desam, ozroqdan keyin kurtak otishda chiqdi. Shunaqa gaplar. Mana buni Urgut bozoridan o'tib kelib 15 mingga oldim. Benjamin gulini vaynni sorti. Bu dollar gulim. Bu ham chiqib qoldi. Mana busini olib tashlay dedim, yana keyin olib tashlamadim. Mayli tursa turar deb. Shunaqa qilib nima idishlar, gul tuvaklar topsam ekib tashlayveraman. Juda ham qiziqaman.